Tashqi iqtisodiy faoliyat ishtirokchilari bo'linmasi quyidagilardan iborat: yuk jo'natuvchi, yukni qabul qiluvchi, ishlab chiqaruvchi. Ushbu bo'linmada eksport shartnomalari uchun yuk jo'natuvchi hamda ishlab chiqaruvchi rezident, yukni qabul qiluvchi norezident bo'ladi. Import shartnomalari uchun yuk jo'natuvchi hamda ishlab chiqaruvchi norezident, yukni qabul qiluvchi rezident bo'ladi. Faqatgina respublika hududida eksport shartnomalarida yuk jo'natuvchi, yukni qabul qiluvchi hamda ishlab chiqaruvchi rezident bo'ladi. O'zbekiston Respublikasi rezidentlari uchun quyidagi grafalar to'ldiriladi: yuridik yoki jismoniy shaxs, mamlakati, telefon raqami, tadbirkorlik subyektining stiri hamda JSHR kodi, nomi, manzili. Rezident to'g'risidagi ma'lumotlar qo'lda yoki oldin kiritilgan korxonalardan birini tanlab, biriktirish tugmasini bosish orqali kiritilishi mumkin. Bitta tashqi savdo shartnomasi doirasida bir nechta yuk jo'natuvchi, yukni qabul qiluvchi yoki ishlab chiqaruvchi mavjud bo'lsa, qo'shish tugmasi orqali alohida kiritiladi. Shuningdek, kiritilgan ma'lumotlarni o'zgartirish yoki o'chirish imkoniyati pastdagi jadval orqali amalga oshiriladi. O'zbekiston Respublikasi norezidentlari uchun quyidagi grafalar to'ldiriladi: mamlakati, telefon raqami, tadbirkorlik subyektining nomi, manzili. Norezident to'g'risidagi ma'lumotlar qo'lda yoki oldin kiritilgan korxonalardan birini tanlab, biriktirish tugmasini bosish orqali kiritilishi mumkin. Bitta tashqi savdo shartnomasi doirasida bir nechta yuk jo'natuvchi, yukni qabul qiluvchi yoki ishlab chiqaruvchi mavjud bo'lsa, qo'shish tugmasi orqali alohida kiritiladi. Shuningdek, kiritilgan ma'lumotlarni o'zgartirish yoki o'chirish imkoniyati pastdagi jadval orqali amalga oshiriladi.